Aka, mana 26-may kuni payvand qilingan pistalar, payvandlarimiz. Mana o'zi ko'karyapti-da. Ko'karyapti 100%. Mana ko'karyapti bu ham. Mana bu yoqda bu ham yaxshi holatda turibdi. Normalni. Bu menimcha sal keyinroq urgan bo'lishi mumkin. Mana yana bitta ko'karyapti. Mana bu ham ko'karyapti mana. Endi bularni keyinchalik kuzatamiz, bir oydan keyin. Dashi davom etib ketishi yaxshi bo'lsa, keyin har yili ertaroq urishga harakat qilamiz. Hali payvand qilinishi kerak bo'lgan joylar bor. Mana yana bitta bu ham ko'karyapti. Ko'karish boshlayapti bu ham. Mana bular ancha ko'karib qo'yibdi. Bular hammasi mustaqillik urilgan bularga. Mana. Bular ertaroq urilgan. 26-sanada urilgan bular ham. Ko'karyapti bular ham. Payvandlar 100% da tutmaganini ko'rmadim.